2023-yilning anomal sovug'ida gazsiz, svetsiz, o'tin yoqmasdan 10 kun issiq xonalarda hayot kechirganlar haqida eshitib, biz juda qiziqdik va mana shu ma'lumotlarni sizlarga ham yetkazishni niyat qildik. Assalomu alaykum. Yangi uylar va arxitektura deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi sonini Shveysariya villalari O'zbekistonda deb nomladik. Mavzu sizga qiziq bo'lsa, biz boshladik. Keling tomoshabinlarimizga mana shu mavzu haqida batafsilroq ma'lumot berib ketaylik. Xo'p, biz hozir G'azal kenti mana Bochka tarafdan sal teparoqda turibmiz. Juda ham tinch joy. Bu yerda mana atrofimizda tog'lardan o'ralgan, tog'larning qo'ltig'ida joylashgan desa ham bo'ladi. Shunaqa joyki, bu eng tinch joy. Bu yerda bitta odam energiya tejamkor uylarni qurib, namuna qilib ko'rsatib bergan. Bu hayratga sazovor ishlar bo'lgan. Ozgina predisloviya, ya'ni sal oldingi voqeadan boshlab gapirib berishga ruxsat berasizlar. Ya'ni bu yerda bitta odam shu joyda eski kottejlar borligini ko'rib, sotuvda kichkina dam olish oromgohi bo'lgan va o'shani sotib olib, bu yerni obod qilish, chiroyli qilib binolar qurish niyatini qilgan. Va shu niyatida sekin-sekin er-xotin ishni boshlashgan. Ishonmaysizlar, Shveysariya uylariga o'xshagan uylarni mana shu tog'ning orasida O'zbekistonda er-xotin qurib tashlashgan shu. Biz ham shunga guvoh bo'ldik. Ya'niki bu yerda bir kun dam olib, o'sha uylarni issiqligini his qildik. Hozir mana tog' atroflarida ham ko'rishimiz mumkin. Hamma yoq qor bo'lishiga qaramasdan, havo salqin bo'lishiga qaramasdan, muzdek havoda issiq uyda energiya tejamkor. Ayniqsa mana shu hozirgi dolzarb mavzu desak aslo mubolag'a bo'lmaydi, to'g'rimi? Ya'ni bu tog'ning tepasida, misol uchun bu yoqqa pustotka plita olib chiqish, g'isht olib chiqish yoki bir narsa olib chiqish juda ham masala. Shu narsalarni o'ylab, ham energiya tejamkor, bu iqlim Toshkentga nisbatan juda ham keskin farq qiladi. Hozir masalan mart oyida turgan bo'lsa, Toshkentda issiq bo'lsa, daraxtlar gullab yotgan bo'lsa, bu yerda hali qor turibdi. Mana manzarada ko'rishimiz mumkin. Va o'sha odam shu yerda energiya tejamkor uylarni qanaqa qilib qilishni o'ylab, sekin bir chekkadan ishni boshlagan, tajriba ishini va shu uylarni bir chekkadan qurib, katta dam olish oromgohini qurgan. Bu hayratlanarlisi shundan iboratki, bu odamning ishlarini ko'rib, Germaniyadagi olimlar o'ziga chaqirishgan konferensiyaga. O'zingiz qilgan uylaringizni gapirib bering, qanaqa qilib energiya tejamkor, tabiiy mahsulotlardan shunaqa uylar qurgansiz deb gapirishga chaqirishgan va bu odam o'sha Yevropaga borib konferensiyada olimlarga tushuntirib bergan. Ular hayratda qolishgan. Ular qilayotgan ishidan ancha oldinda bo'lgan ishlarni ko'rsatib berganlar. Afsuski, O'zbekiston ahli o'z qahramonlarini bilmaydi. Biz bugun ana shu qahramonlarni qaysidir ma'noda tomoshabinlarimizga tanitamiz. Bor ketdi. Mana hozir biz Abdug'ani aka bilan uchrashdik. Mana shu ko'rsatuvimizning qahramoni mana shu tog'da Shveysariya uylarini qurgan odam mana shu odam bo'ladi. Hammanglar qo'llab-quvvatlab olasizlar degan umiddamiz. Bu ko'rsatuvlarni boshqalarga ham gapirib berasizlar degan umiddamiz. Hozir Abdug'ani aka mana shu uylarni qurish g'oyasi nimadan boshlangan, qanaqa bo'lgan, shularni ozgina gapirib bering. Nafas oladigan uy deganda nimani tushunamiz? Nafas olganda bu 40 santimetrli devor bu yoqdan havoni olib, u yoqqa chiqarib, u yoqdan olib, bu yoqqa chiqarmaydi. Nafas olish deganda o'sha uyda namlik ko'paysa, o'ziga havo oladi, o'sha namlikni, somondan qilingan o'sha loyli uy o'ziga namlikni tortadi. Qachon namlik kamaysa, o'sha namlik yana ichkariga qarab chiqarib beradi-da. Shuni nafas olish deydi-da. Chunki tabiiy bo'lib nafas olib turadi davollar. Mana shu narsa hammasi shu yerda bor. Yana qilgan ishingizda bitta narsaga e'tibor berdim. Mana ko'p teplooizolyatsionni issiq sovuq himoya vositalari chet eldan kelgan import siryoni hisobiga qilinadi. Shunaqa. Bu somon bizani mahalliy xomashyodan tayyorlanadi. Ya'ni qaqadir chet elga borib xomashyo qidirib kelishga zaruratimiz yo'q. Doim somon hamisha qo'l ostimizda bor-da. Mana aytdim sizga, biz Germaniyaga borib keldik deb. Maxsus loyihalar ishlab chiqarilgan hozir. Katta davlatlar pul ajratib, shu qayta tiklanadigan mahsulotlardan imoratlar qurish, qayta tiklanadiganki, u buzib tashalganda ham ekologiyaga hech qanaqa zarar yetkazmaydigan. Avvalambor bu ximik bu anaqalardan izolyatsiyadan olish uchun qancha energiya sarflanyapti, qancha ximikat, qancha resurs sarflanyapti-da.
oxir oqibat uni buzganda uni utilizatsiyasi ham bor-ku, to'g'rimi? Uni hech narsa qila olmaysiz-da. Uni utilizatsiyasi ham qiyin-da. Bu yerda bu imoratlar bugun paydo bo'lgan emas, somondan qilingan. Qadimda bu imoratlar qurilgan shunaqa, somon, hashaylar qurib ichiga solib qurilgan. Ana o'sha imoratlarni hozir 100 yildan keyin ochyapti, somonlar yangidek turibdi-da, sap-sari bo'lib, hech qanaqa mog'ollamagan ham, chirimagan ham-da. Bilasizmi, u qanaqa afzalligi? Ha, buni ertaga buzsangiz ham bu narsasi hech qanaqa tabiatga zarar yetkazmaydi. Yog'ochingiz yog'och bo'lib chiqadi, somoningiz somon bo'lib chiqadi. Qurilgan uylar, villalar, dacha misol uchun qursangiz yoki uy qursangiz, agar masalan zarurat bo'lib uyni boshqa joyga surish kerak bo'lsa yoki olib tashlab boshqa uy qurish kerak bo'lsa, nariroq olib qo'yish kerak bo'lsa, demondaj qilsangiz ham materiali o'zidek yana qaytadan yechib olish mumkin. Somonni somoniga, yog'ochini yog'ochiga yechib olish mumkin. U yana qaytadan ishlaydigan material bo'ladi. Qolgan binolarni qurilgan, masalan, manalik binolarni, g'ishchi, semonni terilgan binolarni uje qaytadan ishlatib bo'lmaydi ularni. Sochib tashlagan. Bu yerda xuddi Legoga o'xshab bu binoni ham yig'ish mumkin, ham yechib, yig'ib olib boshqa joyga ko'chirib ham qaytadan tiklab olish mumkin kerak bo'lsa. Shunaqa xususiyatga ega. Ya'ni qayta tiklanadigan, qayta ishlatiladigan materiallardan qilingan. Ekologik toza, hammasi. Ekologik toza. Bu uylar tabiiy mahsulotlardan qurilgan. Odam uchun bu yerga keladigan odamlar astma kasali bo'lsa, agar bu yerga shifo topishi mumkin masalan. Hozir eng ko'p tarqalgan kasallik nima? Ikkitada. Astma va asab. Hamma nervni. Demak, hammani shu yoqqa taklif qilsak bo'lar ekan. Sizlarni kutib olishga tayyor, hamma sharoiti bor. Biz hozir qurilayotgan jarayondan ovomiz, lekin naryoqda bitgan joylari bor. Ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsatuvimizni boshdan oxirigacha kuzatib, talay ma'lumotlarga ega bo'lasiz va vaqtingizni ayamasdan kuzatsangiz, o'sha vaqtingiz besamar ketmaganligiga guvoh bo'lasiz. Sizlar bu ko'rsatuvimizda noan'anaviy uyni ko'rasizlar. Dunyo tajribasida bor. Bu masalan bunaqa uylar Shvetsariyada, Rossiyada, o'tbotlarda uchraydi bunaqa uylar, lekin ularda ham bunchalik foydali narsalar ishlatilmagan deb hisoblaymiz. O'shalarning hammasini yig'indisini hozir sizlarga bir chekkadan gapirishni boshlaymiz. O'zingiz uchun daftarni olib, shu foydali maslahatlarni yozib olsanglar ham foydali bo'ladi. Demak, boshladik. Keling, o'sha kirishdan oldin Aziz aka, bu uyni boshqa uylardan farqini aytib ketaylik. Uyimizning atrofini qarasak, bu yoq ham tog', bu yoq ham tog', orqasi ham tog'. Tog'ning orasida qurilgan desa ham bo'ladi. Mana shu binoimizning birinchi qavati kolonna rigel qilib olingan. Fundament quyib olingan, keyin polni kafil qilib qo'yilgan, cho'pli pol qilib. U yog'i, uyi tepasi hammasi yog'ochdan qilingan. Biz mana shu uyga kirganimizda отопление deyarli yoqilmagan, juda past darajada yoqilgan, lekin isib ketdik. Xo'p, biz boshladik. Mana bu binoimizda temir karkas, beton birinchi etaji temir karkas, ochuv terrasi, o'tiradigan joy, tepada nomerlar joylashgan. Bu yerda bitta ham plita perikriti ishlatilmagan. Bu yerda mana bunaqa Dutavr ferma, yog'ochdan ferma yasalgan. Bu yog'ochdan Dutavr ferma, ya'ni shuni ko'rsatishimiz mumkin. Mana balandligi 28 sm. OSB fanerani olib turib, uni kesib 28 sm dan kesib, ikkita chetidan reyka qo'yib, tegidan va pastidan reyka qotirib, uni shunaqa qotirilganki, PVS kley surilganda reykada puzzle ochilgan. O'sha puzzlega OSB kirgizib, reykani kirgizib, bitta qolipda qisib qotirib qo'yilganda, uyni 6 metrlik prolyotini mana shunaqa yog'och bilan yopib chiqqan. Plitani o'rnini bosgan. Buni afzalligi nimada? Afzalligi, birinchidan plita ishlatilmaydi, pustotka plita ishlatilmaydi. Ikkinchidan afzalligi shundan iboratki, bu tabiiy mahsulot. Arzon chiqadi, juda ham arzon chiqadi va misol uchun yengil, ya'ni bitta dona usta ham plita perikritiyaning o'rniga mana shu fermani o'zi ermay qilib taxlab chiqishi mumkin. Shuning uchun ham bu yozda salqin, qishda issiq. Endi ichiga kiramiz, ichini bir sidirib ko'rib chiqamiz. Yuringlar.
tavr qilib mana bunaqa ferma OSB fanerdan qilib yopsa bo'ladi dedim. Mana mana shu yerda bitta namuna qilib ko'rsatmoqchimiz. Bu yerda prosta mana bu beton qilganda suv o'tib, sal qiyshayibdi-da. Qiyshagani uchun mana ferma qilib, tagidan tortib qo'yishibdi. Qiyshaygan joyini to'g'ri. Lekin boshqa uylarda buni ko'rmadik. Lekin boshqa uylarda bunaqa qilinmagan, sabab suv o'tmagan. Yog'och suvdan xavfsiraydi, shuning uchun suv o'tmasligi kerak. Bitta qoidalardan biri bunaqa OSB fanera qilganda bunga suv kelmasligi kerak. Xo'p, endi mana mana shu yerda ko'radigan bo'lsangiz, naryo bir chekkasidan ko'rsatadigan bo'lsam, ravno kelib ko'rsatadigan bo'lsangiz, mana mana shu yerda ko'rishimiz mumkin. OSB fanera bundoq turibdi reyka, har shu 45 santimetrda, keyin orasiga mana bunaqasiga ham belvoq qilib berilgan o'sha dvutavrdan, mana bunaqa qop solib qo'yilib, ichiga teplizolyatsiya sovurilgan. Masalan, mineralniy vata sovurilgan bu yerda. Lekin boshqa joyda, narigi uylarda aytdilarki, uy egalari mana shu taxtani orasiga reyka qoqib, argolit qo'yib, orasiga somon solsa ham bo'lar ekan. Demak, ikki xil variantda ishlatsa bo'ladi. Yo'q, 3 xil variant. Ya'ni mineralniy vata solsa bo'ladi, somon solsa bo'ladi, qipiq ham solsa bo'ladi. Hammasi tabiiy. Uchalasi ham tabiiy, misol uchun mahsulotlardan ishlatiladi. Masalan, eng arzoni ko'proq o'sha somondan qipiq bo'ladida, baribir. Issiq sovunni o'shiydi, shovqinni ham o'shiydi. Va bu yerda yopgandan keyin tagidan argolitni qoqib, mana yupqa fanera argolit deyiladi. O'sha argolitni qoqib turib, bu yerda OSB qoqib yuborilgan. Fanerani qoqib turib, anaqa chilani qo'rsa ham bo'ladi. Buni hozir tepaga chiqib ko'rsatamiz. Ketdik. Do'stlar, sizlarga bitta mana joyda hali konstruksiyasi yopilmagan holda sizlarga ko'rsatib gapirib berishim oson bo'ldi. Mana har 60 santimetrda strapila qo'yilgan taxtamiz, mana 5 ga 15. Hozir aytib o'tganingizdek, 5 ga 15 har 60 santimetrda 4,5 bo'lishi ham mumkin, zarari yo'q, 4,5 bo'lsa ham. Xo'p, endi mana shu misol uchun mana shu strapila qo'yganinglardan keyin mashina orasiga mana mashitga bundoq fanera qo'yib turib, ana somonni ser somon qilib turib, ozgina albastr yoki gipsni suyultirib, aralashtirib, mashina orasiga solib chiqiladi. Somon blok paydo bo'ladi mana bu ichi. Keyin buni endi bu yerda hozir mansarda holati bo'lgani uchun bu yerda zarurati yo'q. Pastki qavatda mana bu devorlarni qilayotganda bu burchagidan u burchakka ozgina chuqurcha o'yib tashab, yog'och o'yib tashab, masjidga bundoq reyka qo'yib yuboriladi. 45 gradusda kashak qilib qo'yib yuboriladi. O'sha kashak masjidda qolib ketadi. Keyin u mustahkam bo'lishini ta'minlaydi. Ya'ni mana bu reykalar u yoqqa bu yoqqa yurmasligini ta'minlaydi. Keyin yana bitta narsa aytmoqchiman, bu pastdagi devorlar, do'stlar, pastda oldin yig'ib olinib, keyin ko'tarib bir-biriga qotirib qo'yiladi. Tayyor devor polda yig'ilib, keyin ko'tarib bir-biriga qotirib qo'yiladi. Uni noodatiyligi shunda. Noodatiyligi shunda. Mana bu yerda hozir haligi gapirgan fermamiz bor edi-yu, mana shu ferma qilingan, mana OSB faneradan 28 santimetr, mana orada prolyot 6 metr bo'lsa, 6 metr yopilgan. Mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Buni ustiga endi mana bu xonaga loy suvoq qilingan. Buni teoriyasini yana tushuntirib beraman. Buni orasida mana bemalol suv, kommunikatsiya, kanalizatsiyalarni o'tkazish mumkin. Mana bu xonada suv, kanalizatsiya trubalari chiqib turibdi. Hammasini mana shu fermalarning orasida o'tkazilgan. Endi ichkariga chiqib yana ko'rsataylik o'sha joyini. Aka, mana bu joyda konstruksiyani shundoq ko'rinib turgan joylari bor ekan. Shuni batafsil gapirib bering. Mana do'stlar, 3 qavatli binoni mana shunaqa karkasda ko'tarib, orasiga bunday faner qo'yib turib, mana qipug'lar bor, qipuq somonlarni ozgina albastr gipsdan suyultirib, unga qipuq somonlarni solib, mashitga ichiga solishgan preslar. Mana shu ikkita yog'och orasida somon preslarni tushadi va bu yerda har 45 santimetrda bitta sim o'tkazishgan. Mana bu strapilaning orasida. Mana bu somon narsa bunda urganingda simda qotib qolish uchun, u yoqqa bu yoqqa yurmasligi uchun. Mana shu har 45 santimetrda uni apalka boylaydigan simni tortib qo'yishganda, uni orasiga mana shu rastvorni tashab, zichlashgan. Natijada bu qipuq blok bo'lib qolgan.
yoki somon blok desa ham bo'ladi. Chunki vaziyatga qarab ba'zi bir paytda qipuv ishlatishgan, ba'zi bir paytda somon ishlatishgan, qipuv blok bo'lib qolgan. Buni mana shu ikkita strapiyalar orasiga to'ldirib chiqishgan. Orasida sim har 45 santimetrda bir-biriga tortib qo'yilgan sim bor. O'sha mana buni ursa ham yoqqa bu yoqqa ketmaydi. Keyin buni qoqib bo'lgandan keyin mana bu kimda reka qotiruvchi 45 gradusda bitta reka kontur reka qo'yib qo'yilgan. Mana buni o'yib, yog'och qo'yib qo'yilganda, u rekani ustidan keyin mana bunaqa ozgina suvab tekislab olingan. Loyli rastor, loy bilan somonda tekislab olingan. Keyin ustiga mana bunaqa chi reka qoqilgan. Mana bunaqa chi reka ushlab tur mashina. Mana bunaqa rekalarni X qilib qoqib chiqilganda, keyin qoqib chiqilgandan keyin cho'rnovoy qilib, mana loy bilan somonni aralashtirib turib, bir xil joylarda ozgina albastra ham aralashtirib, unda chapib, loyi to'ldirib chiqqan. Tekis qilib, silliq qilib. Silliq qilib bo'lgandan keyin mana buni o'rtasidan ushlab tur. Bunga setkani qotirib, mana bunda setka qotirib, keyin mana bunaqa loy suvoni ustidan setkani ustidan tekis qilib suvab chiqishgan loy suvoni. Setkani qotirishdan maqsad yorilma paydo bo'lmasligi. Setka qotirishdan maqsad bu yupqa setka, mana do'stlar ko'rishingiz mumkin. Juda ham yupqa setka. Mana bunaqa suvda ishlatilgan. Buni ishlatishdan maqsad mana bu yog'och bo'lgani uchun suv yorilishi mumkin. Bu setka qo'ygandan keyin hech qayerda yoruv paydo bo'lmaydi. Shunaqa usulda bu polni binoni 3 qavat binoni karkasi shunaqa usulda yig'ilgan. Bu ancha arzonga tushadi. Bu do'stlar juda ham arzonga tushadi. G'ishdan ko'ra mana hozir g'ish to'xtatilish tarafdori va pena blokka o'tish arafasida turibmiz. Shu nuqtai nazardan bu konstruksiya mana qaranglar. Bu somon blok desa ham bo'ladi, qipuv blok desa ham bo'ladi. Gips bilan aralashtirib joyida qo'yib yuborilgan. Mana bu strapiyalar 15 santimetrlik strapiyalarning orasiga shundan bemalol uylarni qursanglar bo'ladi. Va arzonga tushadi. 3 barobar arzon tushadi. Va elektri, toki, gazi necha barobar tejashini o'sha yashash jarayonida bilib borasiz. Juda ham ko'p tejashini o'sha uy egasi aytdilar. Endi o'sha mana mashta hammasi mana yog'och strapiyalar orasiga o'sha teplizolyatsiya qo'yib, mana bunaqa kashaklar bilan to'ldirib, mana shunaqa xonalar bitirilgan. Endi narigi xonalarga o'taylik, u yoqda ko'ramiz. Aka, patologi chi bilan yopilgan ekan. Buni qanaqa qilib qotirishgan? Mana hozir do'stlar, mana mashta haligi aytganimdek strapiyalarni qo'yib, как dutavr qo'yib turib, yopib, keyin orasiga o'sha reka qo'yib turib, qipuv sovurilgan tepadan, qipuv bilan yopib, ustidan suv olganda, suvaganda ham uni ustida suvayotganda mayda setka qo'yib suv olgan. Hozir setkani ham ko'rsataman. Mayda setka qo'yib suv olgan, sababi o'tga chichqonlar kira olmasligi uchun. Butun uyni mana shu mayda setka bilan o'rashganligini aytib o'tishdi. Ya'ni past uyni, binoni past qismini va yuqori qismini hasharotlar kira olmasligi uchun mayda setka qo'yib, keyin usti suv olgan. Shuning uchun somonni orasiga ham, qipuvni orasiga ham chichqon, shunga o'xshagan kalamush, mayda hasharotlar kira olmaydigan qilib qo'yilgan o'sha setkadan, temir setkadan. Endi bu yerda o'sha strapiyalar turgan bo'lsa, strapiyalarga argalitni mixda qoqib chiqilgan. Argalit, yupqa fanera bor, argalitni qoqilganda, argalitni qoqib chiqqandan keyin ustiga steplerda mana bu chi somon anaqani qoqib chiqilgan mana bu yerda. Steplerda qoqilgan. Ushab turadi stepler yo'q. Stepler mana bu qamishni, to'qilgan qamishni patologga turishini ta'minlab beradi. Stроительный steplerda otib chiqilgan, shunda tabiiy patolog bo'lib paydo bo'lgan. Tushunarli. Endi qolgan joyda yana davom ettiramiz. Ketdik. Aka, mana ko'rsatuvimiz davomida gapirayotganlarimizni bitganroq variantida mana ichiga kirdik, xonani. Keling, shu haqida batafsil tomoshabinlarimizga ma'lumot berib ketaylik. Xo'p, do'stlarimizga mana bu ko'rishingiz mumkin. Mana podrazitniklar qo'yilgan, ravno. Mana mashta hozir suvog'imizni kamida 5-6 santimetrdan suvog' bo'lgan deb ustidagi. Mana karkasdan tashqari suvog'imiz 5-6 santimetr. Undan kam qilib bo'lmaydi? Undan kam
qilish tavsiya qilmaymiz. Men podrazitnik bemalol o'tirish uchun, hech qanaqa taxtani kesib qo'ymaslik uchun, podrazitnik o'tirish uchun kamida 5-6 sm bo'lishi kerak suv. Bu yerda shunaqa qilingan. Keyin bu yerda misol uchun yana bitta tarafi yong'inga qarshi ishli hisoblanadi bu. Ya'ni taxtani o'zi bo'lsa yonib ketishi mumkin edi, lekin 5-6 sm suv bo'lgani tufayli bunga hech narsa qilmaydi devorga. Yonishi qiyin bunaqa. Suvning o'zi yonmaydi o'ladi. Keyin mana bu yerda bundoq qaraydigan bo'lsak, mana burchaklari dumaloq bo'lib ketgan. Mana dumaloq qilib yuborilganda suvda. Bu yerda suv olib chiqib qo'yilgan, kommunikatsiyalar, svet, suvlar hammasi tashlab olib chiqib qo'yilgan. Ya'ni mini bar qilib mana shu choy damlash, peli yuvishga sharoit qilib berilgan. Endi dumaloq bo'lgani yaxshimi yoki to'rtburchak bo'lgani yaxshimi? Endi bu yerda bunaqa uylarda dumaloq bo'lib ketgani bu ham o'ziga xos xususiyati. Men bitta aniq faqat to'rtburchak yoki dumaloq bo'lgani yaxshi deb ayta olmayman. Har bir inson lekin dumaloq qilish mumkin ekanligini ko'rsatmoqchimiz. Mana burchakni dumaloq qilib turib, mana bu burchaklar ham mana shu loy suvda dumaloq qilingan. Mana bundoq qarasang, hamma atkoslar dumaloq qilingan. Mana shu endi hali ko'rsatuvdik do'stlar. Mana bu tepada o'sha strapilarni qo'yib, orasiga somon solib, tagidan reka qoqib, rekani tagidan argalitda yupqa fanerani qoqib turib, unga steplerda chiyni qoqib, keyin choklariga mana bunaqa reka qo'yib, bo'yab yuborilgan variantini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Mana bu polini aytadigan bo'lsak, mana mana shu strapilar qo'yilgan bo'lsa, somon solingandan keyin bu yerga bitta bir sidra argalit qo'yib turib, mana bunaqa suv qilingan. Mana yon tarafdan tarafga ko'rishimiz mumkin. Mana konstruksiyasini qaraydigan bo'lsak, suv ko'rinib turibdi mana. Haligi strapilarning ustidan suv qilingan-da bu. Ya'ni etajlarning orasida ovozi shovqini ham o'tmasligini ta'minlashga sabab bo'ladi. Endi bundan keyingi binoga o'tib, yana batafsil ma'lumotlarni gapirishni boshlaymiz. Ketdik. Mana aziga, hozir biz imoratimizni katelnisida biz, qozonxonasida biz, ya'ni 4 qavat binoni katelnisiga kirdik mana. Bu yerda ham katelnik ham boiler. Boiler hammasi mana shu yerda. Imorat bu o'yimizning yuragida bu. Mana mana shu yerda boshida endi mana shunaqa ishontirishdi-da, ismi qoladi deganga, men ham xo'p deb ikkita 24 kilovatli katyolni qo'ydirdim. Chunki 48 kilovat qo'ydirdim. Mana endi men lekin bilardim buncha tok olmasligini. Mana ko'rib turibsiz, mana kelib buni yaqinroq ko'rsating mana. Bu 24 kilovatli elektrokatyol. Mana bitta teni yoqilgan mana. Bitta teni 8 kilovatdan buni. Mana bunisi ikkita teni yoqiladi 12 kilovat. Qishimdan shunaqa turdi. Qishi bilan shu turdi. 8 kilovat. Mana 8 kilovat faqat ishlaydi. Isitganda shuna imoratni boshida isitishga ozgina qo'shildi. Keyin isib olgandan keyin bo'ldi, buni hojat bo'lmadi. Chunki buni yoqib qo'ysangiz boru, katyol qiynalib ishlaydi, chaq o'chaveradi. Ozgina ishlaydi, o'chadi, ozgina ishlaydi, o'chadi. Shuning uchun buni o'chirib qo'yganmiz. Mana 8 kilovat bilan mana ko'rib turibsiz 40 gradusda turibdi. 40 gradus. Do'stlar, tasavvur qilinglar, 60 gradus emas, 8 kilovat 40 gradus temperaturada butun binoni isitib yotibdi. Mana 40 gradusda turibdi. Chunki ko'pli pol yo'q, faqat radiator. Shunaqa birinchi qavatda bor. Qo'limiz bor. Qo'lda bor. Chunki kafil bo'lgandan keyin ozgina nomiga isitib qo'yganmiz, ham oynavor qishda. Shuning uchun. Mana buni yillik qilib qo'yganimizda bir mehmonimiz keluvdi, isib ketdi uying dedi-da. Kechasi yotolmadi, isib ketib qoldi yillik. Biz keyin buni 40 ga tushirib qo'ydik. Shu komfort. Demak, bu ham suvni isitish ham suvni isitish ham bo'ldirgan ham ishlayapti. Ham atapleniyaga 8 kilovatdan. Shunaqa. Bu juda ham katta ko'rsatkich do'stlar. Bu demak, teplab hozir hamma nolayotgan paytda gaz, svetga juda ham katta xarajatlar ketyapti deyotgan davrda energiya tejamkorlik birinchi navbatdagi masalalardan biri. Mana hozir Abduxon aka shunga erishganligi 4 qavatli binoni 8 kilovat soatiga elektr energiya bilan bemalol ham atapleniyasi, ham issiq suvini ta'minlab beryapti. Bu juda hayratli narsa, qoyil qolish kerak. Hozir o'sha ya'ni qaytarib aytaman, o'sha yoshlarimiz qurishyapti, bunaqa pishog'ishdan qurishyapti-yu, o'shanda ko'proq uyni isitish uchun obdan o'sha 40 santimetrli g'ishni isitish kerak-da. U o'ziga issiqligi to'yingandan keyin
keyin uy isish boshlaydi. Havosi isish uchun, uy havosi uchun. U tashqariga qancha stolni berib yuboradi, to isiguncha. Tashqariga ko'p stoli ketib qoldi-da. Bunda deyarli tashqariga stoli ketmaydi-da. Deyarli ketmaydi. Chunki o'sha 40 santimetr qo'yilgan somon stolini o'zida ushlab qoladi-da. Menki ko'p odamlar bu ko'rsatuvimizdan ko'rgandan keyin bu yerga o'z ko'zimdan ko'rish uchun keladi va bu yerda 2 kun yashab ko'radi, sizdan maslahat oladi va bu yerda ko'p biza hali gapirib bera olmagan foydali maslahatlarni o'zi kelib o'rganib ketishi muvaffaq bo'ladi. Niyatimiz shunaqa, insonlarni, yurtdoshlarimizni ekologik uyda yashab, ekologik taomlanishga o'rgatish bu yerda. Kelgusida mana shu yerda o'zimizni qo'shimcha xo'jalik qilib, mahsulotlar ham hammasi tog'da yetishtirilgan ekologik mahsulotlardan tayyorlaymiz. Ovqatlarni ham shunaqa niyatlarimiz bor. Rahmat sizga, kattakon. Aka, endi mana bu binoni yog'ochdan stropil qilingan bo'lsa, somondan to'ldirilgan bo'lsa orasi, fasad qanaqa qilingan kerak? Shu haqida to'xtalib ketaylik. Xo'p, do'stlarimizga hammalarga tushuntirib bermoqchiman buni fasadini. Mana bunda yog'och karkas qilib turib, yog'och karkasni mana bu balkonga qo'yilgan taxta bor-ku, mana bunaqa. Shunaqa chi taxta qo'yib qoqilgan, X qilib, loy somonni suvab turib, ustiga setka qoqib turib, izviskoviy rastvorda suvalgan. Izviskoviy rastvor ohak, qum, ozgina semonni qo'shib, shu setkani ustidan suvalgan, mana shu polniy fasad suvalganda, suvab turib, keyin unga gruntovka berib turib, fasadni shpaklovka bilan bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Fasadni shpaklovka qilingan. Fasadni shpaklovka qilib bo'lgandan keyin ustida rang bilan, masalan, sifatli rang kraskalar bilan bo'yab qo'yilgan. Binolarimiz har biri alohida rangga bo'yalgan va bu chiroyli ko'rinadi. Ya'ni, misol uchun qaraganimizda atrofda a'lo kayfiyatni beryapti-da, ko'rganda. Ajratish ham oson. Ham uzoqdan mana biz yo'lda kelayotganimizda uzoqdan ko'rganda ham chiroyli ko'rindi. Ham ajratish ham oson, ham quvnoq. Shunaqa qilib fasadli qilingan. Yana bitta nuqtaga do'stlar e'tiboringlarni qaratmoqchiman. Ya'ni fasadda oynalarning cheti oppoqga qilib bo'yalganligi va belvoli ham oqqa bo'yalganligi. Bu o'ziga xosligini bildiradi. Uzoqdan qaraganda shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Tagi yo'q bu yerda. Hech qanaqa tagi qilinmagan, faqat kraskada oqqa bo'yalgan. Hech qanaqa narsa yopishtirilmagan, romni chetiga hech narsa yopishtirilmagan. Na tagi, na tosh, na mramor, hech narsa yopishtirilmagan. Prosta kraskada oynaning chetini oq kraskada bo'yab qo'yilgan. Shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Oddiy yechim, lekin binoni qimmat ko'rsatyapti-da. Yana bitta masalalardan biri, mana balkonni tegi mana yog'ochdan qilingan dediku, strapilalardan. Tegiga reka qoqilayotgan jarayonni ko'rishimiz mumkin. Tegida argalit qoqib turib, mana faner bilan o'sha yopirilganda tegi. Do'stlar, mana shu narsalarni o'zingizga foydali maslahat qilib olinglar. Masalan, tomni tegini ko'pincha odamlar qanaqa yopishni bilmaydi. Anaqa qilaymi, alikapon qilaymi, tunkafon qilaymi, yo gipsdan suvoq qilib yoki poke bilan yopingmi deydi. Hamma yechim o'ziga yarasha yaxshi. Lekin bu safar sizlarga fanera bilan ham yopsa bo'lishi. OSB fanera bilan yopib, gruntovka surib, yaxtani lak bilan bo'yab qo'yilgan turibdi. Mana tog' sharoitida ham chiroyli bo'lib turibdi. Shunaqa yechimda ham uylarni, o'sha fasadlarini, tomni tegidagi parapetlarni yopib bitirib yuborsanglar bo'ladi. Bu ancha arzonga tushadi. Bu sizlarga 4 baravar arzon tushadi. Keyin mana tomga havo kiradigan reshotkalari ham yog'ochdan qilingan. Ko'pincha tunkadan yasatiriladi. 1 metr kvadrati $70 yasashadi. Buni mana bu yog'ochdan mana mashina yasab berishi 280 ming ish haqiga yasab bergan 1 metr kvadratini. Tushunasam, qanaqa arzon. 280 ming bu degani $20 atrofida-da. Do'stlar, bitta narsa aytmoqchiman, pul yo'q bo'lib turib qanaqa qilib bitirish mumkinligi hammaga qiziq. Pul bo'lsa hamma o'zi biladi qanaqa bitirishni. Pul bo'lsa men o'zim bilaman deydi hamma bitirishi. Lekin pul chegaralangan-ku, har bir insonda puli chegaralangan. Lekin o'sha chegaralangan pulni ham uylarni bitirsanglar bo'ladi. Aka, nonni qayerdan sotib olishadi bu yerda? Bu yerda mana do'stlar, mana shu Shvetsariyaga o'xshagan joy. Albatta kelishinglarni tavsiya qilaman. Bu yerda mana bu tosh tegirmon qilingan. Shu tosh tegirmon, mana bug'doylar turibdi. Bug'doylarni mana shu tosh tegirmonda maydalab, haqiqiy drojasiz non qilib, mana shu yopib, mana shu kelgan ziyoratchilarga non beriladi. Haqiqiy sof nonni shu yerda yeyish mumkin bo'ladi, drojasiz.
demak shunaqa nonni yeyishni xohlaganlar bu yoqqa kelib sog'lom o'sha hayot tarzini kechirib o'sha tabiiy mahsulotlardan iste'mol qilib va sog'liqlarini tiklashlari, nafas yo'llarini tiklashlari mumkin bo'ladi. Tavsiya qilamiz. Hozirgi binoni ichiga kirdik. Keling, bu yerdagi layfhaklar haqida, foydali maslahatlar haqida to'xtalib ketaylik. Xo'p, do'stlar, biz hozir juda ham katta majmua bo'lgani uchun o'tdan betdan qilib ko'rsatyapmiz. Sizlarga balki ko'rish qiyin bo'lsa ham, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz tushuntirishga. Bu biz hozir ofis binosiga kirdik, ya'ni 7 ta binodan bitta bino, ofis binosi. Bu yerda xonalarni bitta dona material, yog'och materialdan ajratib, hamma narsa o'shandan qilib chiqilgan. Ya'ni devor ham yog'ochdan qilingan, tokcha ham yog'ochdan qilingan, eshik ham yog'ochdan qilingan, rom ham yog'ochdan qilingan. Bu yerda mana shu yerda ko'p yil masalan uylar qurayotgan odamlar bor yoki uy qurmoqchi bo'lgan odamlar bor. Masalan, mana bu yerda yog'ochdan mana bunaqa rom kesakisi yasalganda yog'ochdan. Do'stlar, biz mana bu yerda xonani oynamdan ajratilganini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda romlar yog'ochdan yasalgan, bir qavat oyna qo'yilgan. Oynaning eng katta o'lchami 285 ga 325. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, alyumin profildan yoki boshqa profillardan ishlatib qo'yilganda bu juda ham qimmat bo'lib ketadi. Lekin oddiy misol uchun sasna yog'ochini olib turib, kesak yasab turib, bitta oyna qo'yib olinsa, mana bu fazo kattalashib, ancha arzonga tushadi. Bir qavat bo'lsa ham, lekin bino yaxshi istilar ekan. O'sha suvning ushlab turish xususiyati yaxshi yo'lga qo'yilgan. To'g'ri. Endi mana bu xonaga kirib ko'ramiz. Aka, hamma yog'i oyna bilan o'ralgan xonada o'tiribmiz. Keling, tomoshabinlarimizga mana shu oynavand xona haqida ma'lumotlar berib ketaylik. Xo'p. Do'stlar, sizlarga bitta narsa aytmoqchiman. Biz hozir oynali ayvon xonada o'tiribmiz. Bu xona juda ham yorug', ya'ni hozir qorong'i tushayotganiga qaramasdan yop-yorug' xonada o'tiribmiz. Atroflarni shunday kuzatish mumkin. Xohlamasa oynalarni bunday jaluzi bilan to'sib qo'yish ham mumkin. Ya'ni har bir odam o'zini uyida xohlasa shunaqa oynavand ayvonni qilsa bo'ladi, oynasini yopadigan qilib. Bu ayvon bo'ladi endi. Bu joyda masalan qishda quyosh yotib o'tganda quyosh bu yoqni isitar ekanda, qizdirar ekan. Yozda bo'lsa, yozda tikka o'tayotganda bu yoqqa quyosh kam tushar ekan bu ayvonga. Yana bitta maslahat bermoqchiman do'stlar. Mana shunaqa ayvonlar qilganda обязательно romni polgacha emas, ozgina ko'tarib qo'ysanglar, polni yuvayotganda ham qulay bo'ladi. Oynalarni yuvayotganda qulay bo'ladi, sal ko'tarilib turgani yaxshi. Bu yerda masalan haligi aytganimdek bitta yog'och materialdan hamma narsa qilingan. Yog'och materialdan hamma narsa qilingan. Ya'ni devor перегородка yog'ochdan, tokcha yog'ochdan, rom eshik yog'ochdan qilingan. Do'stlar, bizani sizlar ko'rib, e'tibor berib, razm solib qaramadinglar, lekin sizlarning e'tiboringlarni bir narsaga qaratmoqchiman. Hozir turib sizlarga ko'rsataman. Kelinglar. Mana bu keladigan bo'lsa, Ra'no. Do'stlar, bizani ko'rayotganlarga aytaman. Mana bu profil temirdan, toza temirdan, korobka temirdan, darvozachilar qiladigan temirdan yasalgan. Mana shu rom temirdan yasalgan, mana temirdan yasalgan. Alyumin emas, plastmas emas. Prosta to'rtburchak temir sotib olib, mashindan yasalgan. Mana bu darvozani qulupi. Bilib ko'rgan bo'lsanglar, darvozani qulflaydigan qulp. Mana mashina yopib, bunday yopib, mana ayvonda. Temirdan rom yasab turib, mana bu shtapikki yog'ochdan qilingan. Ko'ryapsizlarmi? Shtapikki shurupda qotirib qo'yilgan. Shtapik. Bir qavat oyna qo'yilgan, oynavand. Ya'ni 6 mm lik kalyonli oyna qo'yilgan. Oynani razmeri 325 ga 285. Bemalol katta ayvonni ochuv ayvon qilib qo'ysa bo'ladi. Buni o'tgan safar xonalarda bunaqa katta oyna qilib bo'lmaydi degandim. Bu xonalar, yashash xonalarida buni qilmaslik mumkin. Chunki bu kechasi bu sovib ketadi. Lekin uyni misol uchun hovli qilayotganda ayvoni bo'lsa, oynavand ayvon qilib qo'ysa, u endi yashash xonasi hisoblanmaydi. Ayvonda mana shunaqa usulda qilishingiz mumkin. Bu alyumin profilli katta romlardan ancha arzon tushadi. Shunaqa foydali maslahatdan foydalanib, kesakisini temir profildan qilib oyna qo'yib yuboriladi. Ya'ni kesakisini
temir profildan qilinsa ancha arzonga tushadi demoqchisiz. Oyna qo'yib yuborib ancha arzon. Bu do'stlar 1 santimetrlik kalyonli oyna emas, 6 millimetrlik kalyonli oyna. Shuni e'tiborga olasiz degan umiddamiz. Biz esa davom etamiz. Aziz aka, siz bilan oshxona binosi oldida turibmiz. Romlari antiqa qilingan ekan. Keling, shu romlar haqida tomoshabinlarimizga ma'lumot berib ketaylik. Do'stlar, biz hozir mana shu kompleksda oshxona oldida turibmiz. Oshxona, ya'ni jamoat oshxonasi, ayvonli oshxona, yopiq ayvon deymiz. O'sha yopiq ayvon oshxonada mana oynavand qilib, tepada ochiq terrasasi bor, ayvoni bor, ochiq ayvon. U yoqda parda tortib qo'yilib, yozda har xil yig'ilishlarni o'tkazsa bo'ladi. Korporativ yig'inlar ham, ishxonalar ham kelib, bu yerda dam olib ovqatlansa bo'ladi. Nechta odam sig'adi? Pastda misol uchun 200 ta, tepada 200 ta, общий 400 tacha odam o'tirishi mumkin. Endi bir narsani aytmoqchiman, bu yerda mana mashhur katta oynalar qo'yilgan. Agar sizlarda ham yozgi oshxona, ayvon yoki oynavand xona bo'ladigan bo'lsa, o'sha xonani oynasini o'zingiz uchun bilib qo'yinglar. 325 ga 285 oyna qo'yishingiz mumkin. Eng katta oynaning razmeri 325 ga 285. Aziz aka, ko'pchilik agar puli bo'lsa biladi, lekin iqtisodiy jihatdan kam xarj romlarni qanaqa qilib qo'ysa bo'ladi? Menimcha shu joyda shunaqa ko'rsatilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Endi masalan, pul bo'lsa hamma biladi qanaqa qilishi, pul cheklangan, byudjet cheklangan bo'lsa, qanaqa qilish mumkinligini ko'rsatib bermoqchimiz. Bu yerda yaqin borib ko'radigan bo'lsangiz, mana oynalarning profillari temirdan qilingan. Ichkariga kirib ko'ringlar, Ra'no. Mana mashhur ko'rishimiz mumkin. Bu oynaning profili ham kvadrat temirdan qilingan, kvadrat temirdan. Bu yerga kalyonni, ya'ni kuydirilgan oyna qo'yilgan, sinsa mayda parcha bo'lib ketadi. Yaxlit oynani shundoq qo'yib, shtapik o'rnida mana yog'och qo'yib turib, shurupda qotirib qo'yilgan. Xohlagan paytda buni yechib almashtirish ham mumkin oynani va qolaversa juda ham arzon yechim. Mana bu turbuchi temir qo'yib turib, shtapik qo'yib turib, ishlab yuborilsa, mana misol uchun deylik, oddiy boshqa misol uchun profilli romlardan 3 barobar, 4 barobar arzon tushadi. Endi xuddi shu bilan bir qatorda bu temirdan profil qilib turib, yog'och reyka shtapik qilingan varianti. Endi men sizlarga naryoqda hozir katta bu xuddi shuni boshqacha variantini ko'rsatamiz. Ketdi o'sha yoqqa boringlar, ko'rsatamiz. Ketdik. Aziz aka, biz doim hamma narsa bir xil rangda bo'lishiga o'rganib qolganmiz, o'sha chiroyli deb o'ylaymiz. Lekin bu yerda mana shu kottejlarni ko'rish jarayonida ko'ryapmizki, hammasi turli-tuman rangda. Demak, har xil rangda bo'lsa ham bu o'zgacha bir chiroy bag'ishlaydi va bu hammasi bir xil bo'lish kerak degan stereotipni qaysidir ma'noda yo'qotadi. To'g'ri. Mana do'stlar, hamma narsa bitta rangda bo'lish kerak degan stereotip sindirib tashlagan holda bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana jigarrang, yashil, siniy, mana bu zumrad rangi ishlatilgan. Hamma bino har xil rangda ishlatilgan. Va lekin qaraganda shunaqa chiroyli ko'rinyapti. Hammasi har xil bo'lishiga qaramasdan, xuddi Shvetsariyadagi uylarga o'xshab turibdi. Bu binolar masalan mana fasadi o'sha oddiy bo'yalgan, bo'yoqdan qilinganda, ba'zi bir zax o'tgan joylari bo'lib qoladigan, zax suv tegadigan joylari bo'lsa, mana bunaqa panellardan obshivka qilingan pasi. Va past qismi misol uchun beton bo'lgani uchun semon suvda qilinib, rangi bo'yalgan. Mana shu konsepsiyada qarashimiz mumkin. Har bitta binoning o'ziga yarasha rangi bo'lgandan keyin o'ziga xos ajralib turadi. Va ko'rishimiz mumkin, mana tomi tegini ham chiroyli qilib alikaponni o'rniga mana reykamdan, qamishdan yopish mumkinligini ko'rsatib berganlar Abdug'ani aka. Ya'ni stereotip. Faqat alikapon yoki beton yoki pokedan tashqari yana nima qilish mumkin degan savolga bu yerda javob berib, Abdug'ani aka yechimlarini ko'rsatib berganlar. Aziz aka, bino 4 qavat. Bu yerda o'sha betonlardan foydalanilmagan deyapmiz. Qanaqa qilib ushab turadi bir-birini ustida? Og'irlik qilmaydimi? Tushib ketmaydimi? Bu yerda beton ishlatilmagan 4 qavat bino bo'lsa, masalan, karkas qilinganda, bir-biriga sinch qilib bog'lab tashalgan, hammasi bir-birini ushab turadi. Kashaklari bor. Buni konstruksiyasini ko'rgan odam qaqqa qimillamaydigan qilib qoqilganda bular. Hammasi mixda bog'langan. 4 qavat mana bino qurilgan bo'lsa, bitta ham dars ketgan joyi yo'q binoda. Bitta ham tresheni topa olmadik, aylanib chiqib, hamma yog'i but-butun bo'lib turibdi. Mana uy egasi juda ham
nima deydi, har bitta narsani tajriba qiladigan odamlarda Abdug'ani aka. Qo'rqmanglar, tajriba qilishdan qo'rqmanglar. Tajriba qilishdan qo'rqmanglar. Bir narsani aytmoqchiman, mana binolarni qurganlarda har xil usullardan foydalangan ekanlar. Bitta binoni masalan pastini beton, tepasini karkas qilganlar. Faqat yog'ochdan karkas, somondan to'ldirgan. Bitta binoni, mana bu binoni beton polni binoni beton karkas qilib turib, ichini somon bilan to'ldirgan ekanlar. Undan keyingi bino faqat shu yog'och bilan, somonlar bilan ishlangan bino ekan. Ya'ni hammasi har xil tajriba qilib ko'rilgan. Ba'zi birlarda beton karkasi bor, polni beton karkasida faqat somon to'ldiruvchi. Ba'zi birlar faqat pasti birinchi qavati betondan qilib turib, tepasi yog'och karkasda ishlangan. O'sha yog'och karkasda ishlangan bo'lsa ham binoni bemalol og'irligini, o'sha odamlarning og'irligini ko'tarib tura oladi. Hammasini ko'tarib turibdi, hammasi talabga javob beryapti. Bitta ham treshina dast ketgan joyi yo'q. Azaka, mana fasadida turli tuman chiroyli qilib g'ishtlarni bo'yashgan ekan, nima qilishgan ekan? Keling shu haqida ham ma'lumot berib ketaylik. Bo'ldi. Birinchi qavat hali beton karkas degandim. Mana beton karkasni ko'rishingiz mumkin. Semon suvada suvab buni, to'liq suvab, ustini faktura qilib, g'adir-budir qilib, mana bunaqa chizuvlarni ochib, keyin buni kraskaga bo'yab qo'yilgan. Xuddi toshga o'xshab ko'rinyapti. Naryoqda ham ko'rishingiz mumkin. Mana jigaring varianti ham qilingan, o'sha semon suvoq qilinganda binoni past. O'sha kraskaning ham ranglari berilgan. Buni afzal tarafi odam xohlagan rangga berishi mumkin ekan, kelajakda rangini o'zgartirishi mumkin. Bizning ko'rayotgan tomoshabinlar ham masalan uyini sokol qismini xuddi shunaqa usullardan foydalanib qilsa bo'ladi. Yoki uyini fasadini qanaqadir qismlarini g'ish qayerdan olaman, qanaqa qilaman demasdan, mana shu semon suvoq qilib turib, rangi bo'yab qo'ysa ham shunaqa zo'r effekt berishi mumkin ekan. Ancha iqtisod qiladi pulingiz. Ancha iqtisod bo'ladi. Bizani ko'rsatuvni ko'rgan odam kam bo'lmaysizlar, bekorga aytmayman. Demak, mana shu ma'lumotlarni albatta hayotingizda tatbiq qilasizlar degan umiddamiz. Azaka, keling tomoshabinlarimizga shu uyi texnologiyasi haqida gapirib ketaylik. Xo'p, bu uy texnologiyasi haqida gapirib bermoqchimiz. Bu uyda mana bu yerda qog'ozda chizib tushuntirdim. Mana bu OSB fanera olinadi. OSB fanera ikkita reyka, 5 ga 5 reykani olib turib, ichida faska ochilib, faskani ichiga tiqiladi. Общий mana shu du tower deb nomlanadi. Mana shu konstruksiyaning balandligi 28 sm bo'ladi. 28 santimetrlik konstruksiya, uzunligi 6 metrgacha prolyotlarni bemalol yopishi mumkin. Agar prolyotlar 8-10 metrlik prolyot bo'ladigan bo'lsa, mana 28 santimetrni 40 santimetrgacha ko'tarish kerak bo'ladi. Fanera hisobiga. Shunda mana shu OSB fanera mana buni reykani orasiga bunday shpunt qilib kirgiziladi va kleyda qotiriladi. PVA kley surib turib, qistir strabitsada qotirib qo'yiladi. U qotgandan keyin mana shunaqa du tower sxemasiga keladi. Mana shu du tower perikritiyaga ishlatiladi. Endi perikritiya bu tushunarli bo'lsa, perikritiyasi, hozir perikritiyani gapirishdan oldin strapili devor haqida gapiraman. Strapillar bor. 15 santimetrlik strapil taxta bor. 15 ga 5. O'sha 15 ga 5 taxtani olib turib, mana yerda bunda karkas qilib yig'ib olinadi. Romi joylari ochiq qoldiriladi. Albatta uyga chizmasi oldindan qilingan bo'lishi kerak. Orasida kashaklar ham qotiriladi va shu narsani bitta devor yig'ib olingandan keyin 4 ta 5 ta odam uni poldan shuni ko'tarib tikkalaydi. Tikkalagandan keyin devor tayyor. Buni devorni tikkalab qo'ygandan keyin mana shu strapilalarning orasi 50 sm, mana bu chetidan chetigacha 50 sm bo'ladi. Va orasiga mana bu orasidagi masofaga mana somonni o'zini razmeri 50, balandligi 40-70 sm uzunligi. Mana shu devorni qalinligi, somon devori qalinligi 50 sm bo'ladi. Mana bu tikka strapilaning orasi 70 sm dan bo'ladi. Shuni orasiga somon to'ldirib chiqiladi va somon to'ldirib chiqilganda ikkita somon bosgandan keyin, ikkita somon solgandan keyin taxtani bostirib turib, strapilaga ikkita tarafga strapilaga qoqib yuboriladi. Bular devor, sinch devor tikka qilinib, 2 qavat sinch devor tikka qilib, orasiga somon solingandan keyin buni ustiga, bu strapilaning ustiga mana bunaqa abreshotka reyka qoqiladi. Abreshotka reyka qoqilgandan keyin buni abreshotka reykaning ustidan somonli loy qilib turib, sarpanja panjakash deydi bir xilla.
panjakashda o'sha loy suvoq qilib mana shu reykani обрешеткani to'ldirib chiqiladi uy ichidan somon suvoq somonli loy qilib chernovoy qilib suviladi keyin elektrika suv montajlari qilib bo'lib andavada somon suvoni ichkaridan yana suviladi yorilib ketmaydimi somon suvi shunda yo'q somondan loy achitilganda pishib ketgan bo'ladi va o'shani suvaganda tekis effekt beradi va o'sha tekis effekt bo'lgandan keyin uy misol uchun somon suvida bo'lib qoladi yoqimli rang bo'ladi va haligi Abdug'ani aka aytganlaridek remont qilish kerak bo'lsa tog'oraga loy bilan somonni solib aralashtirib yana surib yuborsa yana yengidek bo'lib qolaveradi buni oqibatida somon 50 santimetr somon bo'lganini hisobiga devor ichkarisidan taxminan 6-8 santimetr suvoq bo'ladi u loyli somonli suvoq bo'ladi ichkari tarafdan tashqari tarafdan bo'lsa reyka обрешетка keyin o'sha loyli suvoq ya'ni panjakash suvoq qilinadi keyin setka rabitsa qoqib turib izviskoviy suvoq qilinadi keyin uni ustidan gruntovka fasadni kraska qilinadi shunda devorimizda mana bu cho'rnovoy holatda 50 santimetr bo'lgan bo'lsa ikkita tarafdan 5-6 santimetrdan bo'lganda taxminan 60 santimetrlik devor bo'ladi 60 santimetrlik devor bo'lgandan keyin bu ichkarida olov yonsa loy yonmaydi olov chiqsa ham loy yonmaydi tashqaridan ham olov chiqsa izviskoviy suvoq yonmaydi ya'ni somon olovdan himoyalangan bo'lib qoladi mana shu devori qalinligi mana shu misol uchun 50 santimetr somon qilingan devor g'ishtga nisbatan 7 barobar ko'p bo'ladi 7 barobar tushunarli 7 barobar iqtisod qiladi demoqchimisiz ya'ni masalan g'isht mana shu 50 santimetrli somon solingan mana bu men aytgan usulda qilingan devor 3,5 metr g'ishtli devorni issiq sovuq ushlash qobiliyatini beradi vazifasini bajaradi va bu narsani masalan yana afzalligi bu narsa bino o'zi yengil bo'ladi binoni og'irligi fundamentga juda ham kam bo'ladi va bundan keyin mana bu haligi dutavr degan konstruksiyani ustiga qo'yib turib devorga karkasga mana bunaqa qilinishi kerak ya'ni bu yerda sal boshqacharoq qilingan ekan o'z texnologiyasi bo'yicha tavsiya qilaman mana bunaqa dutavrni shaxmat tarzida qo'yib chiqishni tavsiya qilaman bittasi через один bittadan keyin mana bular bir ikkinchisi masalan bir mana bular pastda bo'ladi mana bu dutavrlar tepada bo'ladi orasida mana bu yerda taxminan 5-10 santimetr zazor bo'ladi shu devorga qo'yib chiqilgandan keyin mana bu tagiga misol uchun podkladka qo'yiladi mana bu через один bittadan keyingisi ko'tarib qo'yiladi 10 santimetrga yoki 5 santimetrga ko'tarib qo'yish ham mumkin ko'tarishdan maqsad tepada yugurgan bolani misol uchun tepadagi xonada bola yugurib yursa pastki xonadagilar ovozini eshitmaydi yugurgan bolani shumoizolyatsiya vazifasini yoki pastdagilar gaplashib o'tirsa tepadagi qavatdagilarga ovozi eshitilmaydi pastdagi gaplashib o'tirganlar va bu ikkita o'sha dutavr deymiz dutavr orasiga somon sovorsa ham bo'ladi ya'ni mana karkas taxlagandan keyin karkas orasiga reyka cho'rnovoy reyka qo'yib ichiga somon solib chiqsa shum izolyatsiya bo'lib qoladi shum izolyatsiya ham teplizolyatsiya vazifasini bajaradi tagidan masalan argalitni qoqib turib keyin qamish patolog qilsa ham bo'ladi xohlasa odamlar o'zini tabiga qarab gipsokarton qilishi ham mumkin o'shanda pastdagi odamni shovqini tepadagi odamni shovqini pastga eshitilmaydi agar o'sha 5 santimetr yoki 10 santimetr zazor qoldirmasa shovqin eshitilishi mumkin agar masalan dutavrni qo'yib qo'yib ustidan pol masalan dsp qoqib turib tagidan masalan faneradan yoki gipskartonni patolog qilib qo'ysa unda tepada yugurib yurgan bolani masalan tepada yugurib yursa bola o'shani shovqini do'pirlashi pastki qavatga eshitiladi agar dutavr ya'ni polli dutavri alohida balandroqda patologga dutavri pastroqda tursa shunda tepada yugurgan bola mana bu dutavrda yuguradi pastdagilarni patologi mana bunda qotirilgan bo'ladi bu polga tegib turmaydi mana bu pol buni patologiyaga tegib turmaydi shunda ikkalasi raznobойный baland past joylashganini hisobiga shovqinni to'sishga muvaffaq bo'ladi mana shu usulda qilinsa do'stlar
uyi issiq sovuqligi ham himoya qilingan bo'ladi, shovqini ham himoya qilingan bo'ladi. 1 metr kvadratga 800 kilo ko'tarish xususiyatiga ega bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, o'zingizlarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni oldinglar degan umiddamiz. Biz esa davom etamiz. Hozirgi mana biz podyezdda turibmiz. Oynasi juda ham zo'r o'rnatilgan ekan. Keling, shu haqda ham to'xtalib ketaylik. Mana hozir 90 ga 110 oyna oldida turibmiz. Mana shu oynani do'stlar hayron qolasizlar. Mana taxtadan rom yasab turib, shtabikini ham taxtadan qilib, 2 qavat oyna qilingan. Issiq sovuni ushiydi, o'tkazib yubormaydi. Keyin yorug'lik, hozir podyezdda umuman chiroq yoqmasa ham bo'ladi. Yorug' bo'lib turibdi-da. Masalan, buni byudjetini aytmoqchiman, juda ham kam. Mana shu romni o'zini yasab berishi 280 ming so'm. Mana shu romni o'zi yog'ochda yasab berish. Oynalar, misol uchun mana bu oynani, anu oynani taxminan 50 mingdan 100 mingga qo'yish mumkindir balki-da. 100 mingda. Общий mana bu rom 380 ming so'm 2 qavat oynasini. Sut ekinda bu. Juda ham byudjetli variantda. Endi plus minus hozirgi narxlar doim o'ynab turibdi, bitta narx bitta joyda turmaydi. Nisbiy tushunchada aytyapman-da. Ancha iqtisod qilish mumkin. Ya'ni shunaqa usullardan ham uyga oynalarini, podvolli oynalari yoki boshqa oynalarni mana shunaqa usullar qilsa, odam juda katta pulni tejab qolishi mumkin. Endi tepaga chiqib, tepada ham foydali maslahatlarni gapiramiz. Hozirgi mana uyga kirishimiz bilan e'tibor berdim. Отделкаlarni turli materiallardan qilishgan ekan. Keling, shu haqda ma'lumot berib ketaylik tomoshabinlarimizga. Ya'ni bu hozir bizlar do'stlar, sizlar ishonmaysizlar, biz somon uyga kirdik. Somondan qilingan uy. Hozir podyezd bor edi. Podyezddan bitta podyezd plashatkasida 2 ta kvartira, 2 ta xonadondan bittasiga kirdik. Hozir bitta xonadonni obzorini qilib beryapmiz. Kirganimizda dahliz, oyoq kiyim yechadigan joyimiz bor. 2 ta yotoqxona, o'zini sanuzeli bor va bu yerda bezak ishlari har xil отделкада qilish mumkinligini uy egasi tajriba qilib ko'rgan. Ya'ni yog'ochda ham yog'och obshivka usulida ham ko'rsatganlar. Ya'ni somon uyi yog'ochda ham bitirsa bo'ladi, отделка qilib. Xohlasa mana bunaqa emulsiya, shpaklovka, emulsiya, attachenta yoki boshqa kraskalarda ham bitirsa bo'ladi. Va ichkariga kirsa, mana ichkariga kiringlar, mana bunaqa an'anaviy somon usulida ham qilsa bo'ladi. Ya'ni somonni loy bilan aralashtirib, bezak ishlari devori qilingan. Eng arzon usuli, hali aytgandek, birov chizsa ham loyda tog'orada loy somon bilan suyultirib, bunda ishqalab olsa, mana bu ishqalanganligi ham sezilyapti. Yana o'sha yengidek bo'lib qolaveradi. Ya'ni bu narsa turistlarni wow degan effektiga olib keladi. Bir xil paytda turistni hayratda qoldirish juda qiyin. Bilsang agar, turistlar уже attachentani ham ko'rmagan, taxta obshivkani ham ko'rmagan, boshqa. Lekin turistga olib kelib, mana shu suvoni ko'rsatsa, bu loy bilan somonni aralashtirib qilingan suv, ichida somonli devor, bu xohlagan chet ellikni hayratda qoldiradi. Har doim o'sha ekologik toza mahsulot nafaqat chet ellikni, balki har bir insonni hayratini oshiradi, to'g'rimi? Hozir biz kirganimizda biz do'stlarimizga atmosferani aytolmaymiz. Bu yerda qanaqadir chiroyli loyi, chaqaloq, nonni isib kelyapti. Isib kelyapti-da, hidi, yoqimli. Tabiiy mahsulot. Tabiiy mahsulot. Ham inson loydan yaratilgani uchun bo'lgani uchunmi, bilmadim, loy juda ham yoqimli. Mana shu yerda biz misol uchun yashab ham ko'rdik. Отопление ishlamasa ham issiq turar ekan. Hozir ham mana kun salqin bo'lishiga qaramasdan, отопление menimcha o'chuv, oyog'imizdan ham suv o'tmayapti. Havo harorati zo'r. Men yana bir narsaga e'tibor berdim. Bu yerda konditsioner yo'q. Qishda konditsioneri zarurati yo'q, yozda ham konditsionerga ehtiyoj yo'qligini aytdilar. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni somon havoni namligi ko'payib ketsa, o'ziga shishmadi. Havo namligi qurib ketsa, o'zidan namlik berish xususiyatiga ega ekan. Buni biz bilmasdik, do'stlar. O'zimiz uchun ham yengil. O'zim ham bilib hayron qoldim. Bu yer mana sizlarga yana bir bor isbotlamoqchiman. Bu yerda teplый pol yo'q. Mana shu somondan qilingan bino 4 qavatli bino bo'lsa, tabiiy mahsulotlar. Batareyani kichkinaligini qaranglar sizlar. Mana shu xonani isitishga qo'yilgan batareyani kichkinaligini ko'ryapsizlar. Va bu faqat kechasi yoqiladi. Va bu faqat kechasi yoqiladi. Kunduz kuni batareyaning issiqligi ham kerak emas. Bitta isitib olsa issiqligi turaveradi. Endi romni to'xtasam,
masalan romni olib qaraydigan bo'lsak, Mhm. rom mana bunaqa taraq turuq ochilib yopilmasligi uchun mana bu yerda stopor qilingan. Mana bu orasida havo masofa qoldirilgan, mana 20 santimetrcha havo qoldirilgan, chetida rezinka uplatintirlar bor. Ya'ni o'sha agar sovuq bo'lsa, o'sha orasidagi havoda sovuni ushlab qolib, bu yoqqa sovuni o'tmasligini ta'minlaydi. Ha, ya'ni issiq sovuni ta'minlaydi o'tmasligini. Qishda xona issiq, yozda salqin bo'lib turadi. Bitta narsani aytmoqchiman do'stlarim, hozir bu yerda mana bunaqa jaluzi bor. Bundoq qilib ko'tarib qo'yish ham mumkin, xolasa odam xolasa bundoq tushirib qo'yish ham mumkin, o'zini tabiga qarab. Endi bir narsani aytmoqchiman do'stlarim, mana shu romni uy egasi 1 metr kvadratini 280 mingdan yasattirdilar. Bu o'sha akvalada ancha arzon-da. Endi misol uchun plastik romlarda aytadigan bo'lsam, plastik romlarda 1 kvadrati 80-100 dollarda. Buni 1 kvadrati 23 dollar. Farqini sezyapsizlar? 4-5 baravar. Ha? 4-5. Ha. Masalan, 100 dollar bo'lsa, почти 4 baravar. Mana bu rom plastik romdan 4 baravar arzon. Masalan, bitta binoni romiga 10 ming dollar ishlatadigan bo'lsa, mana bunaqa yog'ochdan rom yasattiradigan bo'lsa, 2,5 ming dollarga ishi bitadi. Ancha iqtisod bo'ladi. Ancha iqtisod bo'ladi. Lekin masalan, o'sha plastik romlardan qolishmaydi bu romlar. Issiq sovun ushlash qobiliyati ham baland. Masalan, yozda xonani salqin qilib beradi, qishda issiqni bemalol ushlab beradi. Endi mana bu tumbuchka desa ham bo'ladi, narvon desa ham bo'ladi, stolik o'rnida foydalansa bo'ladigan bir juda ham ko'p funksiyali bir anjomga ko'zim tushdi, menga yoqdi bu. Sotuvda yo'q ekan, lekin agar bo'lsa olardim. O'zligi yasattirishgan. Ya'ni do'stlar, sizlarga vashsha hayratda qoldirasizlar. Bu yerda qaranglar, mana bu tumbuchka, kalovat tumbuchkasi. Bunda o'tirish ham mumkin, xohlagan odam, masalan, bunda o'tirib gaplashib o'tirish ham mumkin, xohlasa. Ya'ni sideniya qilib, stul qilib ishlatish mumkin. Keyin stol qilib ishlatish mumkin. Ustida narsa yozaman desa, narsalarni qo'yish mumkin kelgan odam. Buni ustiga chiqib narvon qilib ham ishlatish mumkin. Masalan, bir narsaga chiqmoqchi bo'lsa, narvon qilib ishlatsa ham bo'ladi. Shunaqa universalniy, Ko'p funksiyali. tumbuchka desa ham bo'ladi, ko'p funksiyali. Kalovatlarimiz ham yog'ochdan qilingan, yaxlit yog'ochdan suyanchig'i bor. Kitob o'qib o'tirsa ham bo'ladi. Dva v одном deydi-ku, ham kalovat vazifasini bajaradi, ham bir bemalol o'sha divandagi orqaga suyanib o'tirsa, qulaylikni ham sezdik-da. To'ppa-to'g'ri. Keyin mana bu qolaversa, mana ravno mana tabiiy somonning o'zidan ham lustra yasab qo'yilgan-da. Men vashib besh ketdim. Bu yerda hamma narsa somon, faqat shu tema. Tabiiylikni qidiradigan odamlar uchun ayni muddao-da bu. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni tabiiylikni qidiradigan odamlarga mana somondan lustra, xuddi Benani savatga o'xshaydi. Qolaversa, shiftimiz ham, patologimiz ham somondan qilingan. Mana bu yerda balkon ham qilingan, balkonga eshik qilingan. 2 qavat oyna qo'yilgan. Hali aytdim-ku, ravno yog'ochdan ham 2 qavat oyna qilsa bo'ladi. Mana bu masjidda oyna 2 qavat qilingan. Ya'ni shtapik yog'ochdan, shtapikni yechib turib, oynani prisoskada olib turib, ichini yuvib, ya'ni boshqatdan taqib qo'yish mumkin. Mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, agar xohlasa, hozir uy egasi ham aytdilar, oynani orasini masofa qilib ochib qo'yib, ichiga kirsa bo'ladigan qilib variant ham qilsa bo'ladi. Yoki yana agar bizani ko'rayotgan odamlar mana balkonni oldiga oyna qo'yib, u ochiladigan oyna bo'lib, bunda taxlab ochib qo'yiladigan oynalar bor hozir. Qishda misol uchun taxlab yozda ochib qo'yish mumkin, qishda taxlab yopib qo'yish mumkin. Shunaqa taxlab ochib qo'yiladigan oynani oldiga qo'yib, bu yoqqa bir qavat oyna qo'ysa ham issiq sovunni ushlab berishga juda katta yordam beradi. Endi mana bu yerda o'sha rakvina qo'yilgan ekan. Bu ham ehtiyoj seziladi ko'pincha, chunki ko'p narsani yuvish kerak bo'lganda, boshqa yoqqa qatnamasdan shu yerda yuvib, o'sha tozalab olish imkoniyati bo'ladi. Qoyil qolish kerak. Bu yerda misol uchun uy ikkita materialdan chiqqanda, mana mebellar ham yog'ochdan, karkas ham yog'ochdan, patolog ham yog'ochdan, pol ham yog'ochdan-da. Hatto plintus ham yog'ochdan-da. Hozir plintusga ham to'xtalamiz. Mana mebelni qarasak, tabiiy yog'ochdan qilganlar. Hech qanaqa eshik-peshik yo'q, buziladigan narsasi yo'q. Bitta qilingan 100 yilga ketadi-da. Buziladigan narsasi yo'q. Bemalol kelgan odam foydalanish mumkin. Mana bu yerda biz plintusini ko'rishimiz mumkin. Mana hozir ko'pchilik yo plastmas plintusga o'tib ketgan, yo MDF plintusga o'tib ketgan, qimmat plintus yoki juda arzon plintus. Lekin yog'och plintusni deyarli uchratishimiz kam. U qimmatligidan burun hadeb shu mavzuga qaytaveradi. Sim uradi, chiqib ketaveradi va
har xil holatlar bo'lishi mumkin. Endi plastmassalari to'g'ri, qo'g'irchoqlarning burchaklari sinib tushib qolaveradi, g'ashini keltiradi, o'zi teshiladi, uzoqqa chidamaydi. MDF plintuslar uzoqqa chidaydigan, lekin narxi o'ziga yarasha qimmatroq. Bu yerda mana xonadon egasi tabiiy mahsulotlardan devorni qilib turib, mana bu pasini, plintusi ham yog'ochdan qilganlar. Mana ko'rayotgan do'stlar, sizlar ham plintusinglarni bemalol yog'ochdan qilishingiz mumkin. Aziz aka, mana bu burchaklarni mana bunaqa dumaloq qilishgan ekan. Buni qulayligini aytib ketaylik. Xo'p, mana Ra'no bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana qirrani dumaloq qilib kelingan, atkos deydi. Atkosi dumaloq qilishgan. Buni afzalligi shundan iboratki, to'rtburchak qilsa ham bo'lardi. Endi dumaloq kim dumaloq qilsa, bu yerga bola misol uchun xavfsiz. Bola o't-o'tini boshini, qo'lini urib olsa ham lat yemaydi burchakdan, qirradan. Ikkinchisi, ya'ni remont uzoq vaqtga bardosh beradi. Hadeb qirrali uchib uradi, bir remontni bilsa agar, mana shu eshikning burchak qirralari nuqul chaqa-chuqa bo'lib qolaveradi. Agar mana bunaqa burchaklar dumaloq bo'ladigan bo'lsa, chaqa-chuqa bo'lmaydi bular. Lekin bu ham insonning tabiiga qarab, kimdir yaxshi ko'rsa, mana bunaqa bu uy egasi ko'rsatib qo'yganlar, qirrali burchak qilib ham ishlash mumkin. Xohishiga qarab. Lekin bu xonadonning egasi shunaqa ko'rsatganlarki, mana atkoslar dumaloq qilinganki, bemalol masalan bolalarga ham xavfsiz, ham remontni yashash muddatini ham oshirib berganlar. Narigi ichkaridagi variantlarda biz ko'rishimiz mumkin. Devori ichki burchaklari dumaloq qilib, xonalar burchaklarini hammasini aylana qilingan, отделкада qilingan varianti bor. Buni xonadon egasi aytadilarki, ya'ni insondan chiqayotgan energiya, issiqlik, nur o'sha dumaloqda yaxshi taralib, saqlanishiga yaxshi sabab bo'ladi. Burchaklar energiya, nurni yutadigan joy hisoblanadi. Shuning uchun ichki burchaklarni qirrali qilmasdan dumaloq qilgan afzal degan tavsiyalar berdilar. Buni hamma o'zicha xohlagancha olishi mumkin, xohlamagancha olmasligi mumkin. Lekin общий olganda mana shu uyni aytmoqchimiz, biz yashab ko'rib, buni ko'rib guvohi bo'ldikki, mana tashqarida -20 bo'lishiga qaramasdan sovuqlida iliq, yoqimli suv xonadon. Yorug'liklari ham yetarli. Yorug'li oynalarni nazorat qilishimiz mumkin. Ko'payib ketsa kamaytiramiz, kamayib ketsa oynani kattaroq ochib qo'yamiz va shu orqali mana shu yerda xonadagi haroratni ham nazorat qilishimiz mumkin bo'lar ekan. Ichkarida o'sha bolalar uchun maxsus xona qilingan. Ichkarida bolalar uchun maxsus xona qilingan, naryoqda ham xona qilingan. Endi sanuzelda gapiradigan joyimiz bor, shu joyda borib gapiraylik. Aziz aka, sanuzelni kafildan qilishgan ekan. Bu o'zi somon suvada qilingan bo'lsa, qanaqa qilib ushlaydi kafil? Endi masalan bitta narsani aytmoqchiman do'stlar, mana shu bu somondan qilingan uy. Ya'ni strapiyalar qo'yilgan, orasiga somon to'ldirilgan, ustiga reyka qoqib turib, sarpanja qilib suv qilingan. Keyin ustidan vanna tualetda ustidan setka qoqib turib, setkaning ustidan semon suv qilib, keyin ustiga kafil terilgan. Shu orqali masalan sanuzelni ham polni kafil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni kim xohlasa, mana shu polga ham kafil terishi mumkin, devorga ham kafil terishi mumkin. Ya'ni setka qoqib, semon suv qilib kafil terib yuboradi. Unda hech qanaqa muammo yo'q. Xohlasa, yana bitta variant, sanuzel devorlarini gipsokartondan qilib turib, gipsokartonning ustiga kafilni qilaydi, kafil terib yuborsa ham bo'ladi, gidroizolyatsiya surgandan keyin. Bemalol yaxshi ushlaydi. Bemalol kafilli varianti ham bo'lishi mumkin. Bu somonli uylarda shunaqa variant ham bo'lishi mumkin. Mana hozir turimizda uy juda ham suv ham bo'ladi. Energiya tejamkor. Hozirgi kunda eng dolzarb masala, ya'ni suv, svet, gazni tejamli. Bu joylarda gazni umuman tegdiyi yo'q. Suv buloq orqali olinadi, buloqdan keladi suv. Elektr energiya bor, elektr energiyani juda ham rosa tejaydi. Hozirgi kunda ofisda oynalarni shu xonalarni orasini oyna bilan ajratish juda urf bo'lgan. Bu yerda o'sha taxtadan ajratishgan ekan, demak taxtadan ham rom qilib oyna bilan ajratsa bo'lar ekan. Hozir masalan ko'pchilik uylarda, kvartiralarda, ofislarda oyna ajratish tendensiyasi bor, devor o'rnida. Ularda juda katta pul ketib qo'yapti. Ya'ni masalan bitta mana shunday romga shartli ravishda aytaman, 1200 dan $2,500 pul ketib qo'yotgan bo'lsa, mana bunaqa yog'och variantda qilinadigan bo'lsa, yog'och qilib oyna qo'yiladigan bo'lsa, masalan $100-200 atrofida ham
byudjetda qilib yuborsa bo'ladigan variantlarda bu. Deyarli 10 barobar iqtisod qilish mumkin. Ha, 10 barobar, mana romlar katta bo'lganini hisobiga 10 barobargacha iqtisod qilish mumkin-da. Bu juda ham katta tejamkorlik, lekin vazifasi bir xil. Haligi oynavand devorlardan bu oynavand yog'ochdan qilingan oynavand devor bir xil vazifa bajaradi. Pulida tasavvur qilinglar 5 dan 10 barobargacha iqtisod qilish mumkin. Bitta uyda ancha iqtisod qiladi. Ha, hozir masalan bizning ko'rsatuvlarni ko'rib borayotgan odam har bitta maslahatimizni oladigan bo'lsa, qanchadan qancha pul iqtisod qilinadi deb. Bizni tasavvur qila olmaysan, Ra'no O'zbekistonda qancha aholini, qancha pulni iqtisod qilyapmiz deb. Shunaqa usuldan foydalaninglar do'stlar. Mana shunaqa agar sizlarda ham ofisinglar yoki uyinglar oynavand bo'linadigan joyinglar, zalni oshxona yoki oshxonamdan o'tiradigan joyi ajratib qo'yish kerak yoki yozgi oshxonani ajratib qo'yadigan joylar bo'lsa, mash maslahatimizdan olib foydalanishingiz mumkin. Mana hurmatli tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Har bir ko'rsatuvni tayyorlash jarayonida juda katta kuch va vaqt sarflaymiz. Bu albatta hammasi siz uchun va sizning fikr mulohazalaringiz, qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim hisoblanadi. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Ko'rsatuvimiz sizga manzur bo'ldimi? Agar sizda mana shunday uy qurish istagi bo'lgan bo'lsa, biz demak oldimizga qo'ygan maqsadimizga qaysidir ma'noda erishdik. Layklarni ham ayamaysiz degan umiddamiz va podelиться tugmasini bossangiz, bu ko'rsatuvimiz ommalashishiga sabab bo'ladi. Do'stlar, hech qachon befarq bo'lmanglar. Shu ko'rsatuvlarni ko'ryapsizlarmi, o'zingizlarning munosabatingizni bildiringlar. Misol uchun sizlarga yoqyaptimi, yoqmayaptimi yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiringlar. Ularni hammasini o'qiymiz. Biz uchun sizlarning fikringiz juda ham muhim. Keyingi ko'rsatuvlarni shakllantirishda sizlarning fikr mulohazalaringiz katta ahamiyatga ega bizga. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Omad, muvaffaqiyat tilayman. Chiroyli uylarda yashash sizlarga nasib qilsin. Xayr, salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.